Hammaga assalomu alaykum. Meni anchadan beri ko'rmadinglar. Sog'indinglarmi? Mana sizlarni sog'indim. Xullas, bugun bizda ajoyib kun. Bugun bizani yapon dodamiz. Meni yapon qaynatam mehmonga restoranga chaqirganlar. Konnichiwa. Konnichiwa. Anakan, bu yerga birinchi marta kelishimiz. You said regarding that plate, so the food, the size of the food supposed to fit this part of your hand, right? Yeah, Not more. than a plate. Can smaller than Your palm. hand, palm, right? Yeah. Mana shu ladoshdagi sig'adigan ovqatdan ko'p mumkin emas sozish. Azgincha mana shu razmerga ovqat Listen, this one. this smaller chopsticks. When divided, it's not. How can I say? And Vertical. yeah, and いただきます。アメリカにしてます。いただきます。 This In our country, in our religion, Bismillahirrahmanirrahim. Same, but our hands aytganlaridek portselyan kichkina mana. Lekin hammasiga to'yamiz. Yaponiyada ham birinchi katta insonlar ovqat yeyishni boshlashar ekan, undan keyin yoshlar boshlashadi, xuddi bizni O'zbekistonda o'xshab. Guruch ovatganda qarshiga yopishib qolmasligi uchun birinchi miso supilidan nimadir olarkansizlar. O'sha payt hashi ho'l bo'ladi, to'g'rimi? Va keyin ketidan go'sht olarkansizlar. Guruch. O'shanda hashi top-toza, bitta ham guruch yo'q. Bizga hozir yapon dodamiz aytishlaricha, har bitta davlatda, masalan, Xitoyda, Koreyada va Yaponiyada hashini o'zgacha turlari bo'ladi. Xitoyliklar juda ham uzun hashida yeyishadi. Koreyaliklar esa metallicheskiy, железный yoki серебряный hashida yeyishadi. Va nimaga Koreyada metallicheskiy hashiligini o'zini tarixi bor ekan, oldingi zamonda Koreyani podshosini o'ldirishmoqchi bo'lgan ekan, ichiga zahar solib. Va agar kumush hashi bo'lsa, ovqatda ichida zahar bo'lsa, u kirgandan keyin avtomatik rangini o'zgartirar ekan o'sha cho'p. O'shaning uchun kumush cho'pda yegan ekan qirol. O'shandan keyin oddiy xalq ham metallicheskiydan yeyishni boshlagan va hozirgacha ahamiyat bersanglar, koreys kinolarida aynan kumush yoki metallicheskiy hashida yeyishadi. to whole team. Yeah. Gochisousama. Biz ovqatni yeb bo'lganimizdan keyin omin deb aytamiz-ku. Yaponlarda omin emas, gochisousama deshta deyishar ekan. Gochisousama deshta deganning ma'nosi har bitta yegan ovqatimiz, guruchimiz, o'sha mol go'shtini yegan bo'lsak, molni boqqan fermerga, onamizga, povurlarga hamma uchun rahmat deyilgan ekan. Xullas, hammaga minnatdorchilik belgisi. ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。 Very pleasure. Very useful, delicious.